Assalomu alaykum. YouTube'da Decent kanali a'zolari. Demak, sizlar bilan oxirgi video darsligimiz kinobot ochish haqida bo'lgandi. Endi bugun full bot ochish haqida gaplashamiz. Demak, bot shirkasi kanalimiz opsiyatsida mana bu yerda bo'ladi. Demak, botimizga o'tib olamiz va start buyrug'ini yuboramiz. Bizda bot ochish uchun, full bot ochish uchun hisobimizda 30 ming so'm pulimiz bo'lishi kerak va botlarni boshqarish tugmasini bosamiz. Yangi bot ochishga kirib full botlar bo'limini tanlaymiz va bu yerdan full botni tanlaymiz. Ya'ni nomi full bot bu full bot haqida ma'lumoti o'zbekchada sotish narxi 30 ming so'm va oylik to'lov 27 ming so'm. Demak, bu yerda namuna bot ham ko'rsatilgan va hisob to'lashga kiradigan bo'lsak, endi hisob to'ldirishni bosib, bu yerda berilgan shartlarni qabul qilib, o'zimizga qulay bo'lgan karta orqali Humo yoki Uzcard orqali hisobimizni to'ldirsak bo'ladi. Demak, qaytamiz va 30 ming so'm evaziga bot ochishni tanlaymiz. Demak, bizga bot ochish bo'yicha qo'llanmani ko'rsatadi. Demak, bot fazilga o'tamiz. Demak, menda hozir bot borligi uchun bironta botni tanlab tokenni olaman. Sizlar mana shu qo'llanma bo'yicha bot ochib, mana shunday son bilan boshlanadigan bot tokenni olasizlar va top bonus botiga yuboramiz. Demak, botingiz tayyor deydi. Botga o'tishga bosamiz va start buyrug'ini yuboramiz. Demak, botning foydalanish raqamingizni yuboring deydi. Raqamni yuboramiz. Start bosamiz. Davom etishni bosamiz va bizda pul menyuning asosiy tugmalari ochiladi. Demak, birinchisi pul ishlash. Ya'ni bot uchun taklif havola beradigan bo'lim. Bu taklif uchun 500 so'm qilib sozlangan. Doimiy. Demak, bu kabinetim, ya'ni taklif qilgan foydalanuvchilar soni, asosiy balansi va yechib olgan pul mablag'larini ko'rsatadi. Bu yerda ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, mening raqamim va qachon ro'yxatda o'tganim chiqadi. Pul yechishga pul yechish hozir to'lov tizimlari yo'q. Shuning uchun chiqmaydi. To'lovlar kanali ham ulanmagan. To'lovlar, ya'ni biz yechib olgan to'lovlar istoriyasi shu yerda turadi, qo'llanma. Endi bu yerga qo'llanma kiritib qo'ysak bo'ladi. Demak, admin paneliga keladigan bo'lsak, demak, bizda birinchisi asosiy sozlamalar. Asosiy sozlamalarda admin qo'shishlar birinchisi. Admin qo'shish shu mavjud bo'lgan foydalanuvchilarda biz o'zimizga admin qo'shib olsak bo'ladi. Bizdek huquqqa ega bo'ladi ular. Keyingisi to'lov holati. Admin qo'shishda qo'shish bosib, o'sha foydalanuvchi ID raqami yuboriladi. To'lov holati 30 kun turibdi yangi ochganimiz uchun. Keyingisi foydalanuvchilarni boshqarish. Ya'ni foydalanuvchilarni boshqarish, masalan, men o'zimni ID'imni yuboraman. Xohlagan foydalanuvchi ID'sini yuborib boshqarish mumkin. Masalan, foydalanuvchi menu hisobida 0 so'm bor. Masalan, yoki shu plyus bu balansiga pul qo'shish, minus ayirish, banlash, bloklash, referalni ko'rish, masalan, foydalanuvchi nechta qanotlarga taklif qilganini ko'rish uchun shuni bossalar, referallar chiqarib, pul qo'shishni ko'radigan bo'lsak, qancha pul qo'shmoqchisiz deydi. 10 ming so'm qo'shamiz. Bu sizga yuboriladigan xabar. Foydalanuvchi hisobiga qo'shildi. Bu pul qo'shgan foydalanuvchisiga yuboriladigan xabar. Bo'ladi. Endi qaytamiz. Demak, asosiy sozlamalarni ko'rib bo'ldik. Keyingisi kanallar. Kanallarda ikki xil kanal ulash tizimi bor. Masalan, majburiy obuna va to'lovlar kanali. Ya'ni to'lovlar kanali bu o'sha bot qilingan to'lovlar yuboriladigan kanal bo'ladi. Demak, bunga bosib kanal ulab olamiz. Masalan, anime makoni qilib ulaymiz va shu nimaga botni admin qilib olamiz kanalga. Anime makoni deymiz va channel settingsga kiramiz. Adminlar, davom et admin, builder save. Endi admin qilib oldik shu kanalga, endi buni yuboramiz. Va kanal qo'shildi deydi. Endi keyingisi majburiy obunalar uchun kanallar. Bu
Birinchisi shu doimgidek ommaviy kanallar. Men ommaviy kanallar ko'rsataman hozir. Demak, kanalingiz manzilini olishdan oldin admin qiling deydi. Keyin kanalingiz istalgan postini forward qiling deydi. Masalan, men bu kanalga admin qilganman botni. Endi shuni postini mana bu shaklda mana forward yoki o'zbekcha yozilgan bo'lsa uzatish deyiladi. Shuni bosib bu builderga forward qilamiz. Kanalingiz muvaffaqiyatli qo'shildi deydi. Ro'yxatda o'sadigan bo'lsak, bizda ommaviy deb turadi. Ikkinchi tip bu so'rov qabul qiluvchi zaявка kanallar. Ya'ni biz zaявка kanal ulashimiz uchun oldin zaявка obuna sotib olishimiz kerak bo'ladi. Ushbu xizmat 20 ming so'm. Demak, bu to'pkon spot hisobiga yechiladi. Demak, muvaffaqiyatli sotib olindi deydi. Endi ikkinchiga bossak, demak, yuborishdan oldin yana admin qiling deydi va postini yuboring deydi. Demak, buni upload qilamiz. Masalan, bitta zaявка kanal test uchun degan zaявка kanalimiz bor. Mana shaxsiy bo'lishi kerak kanal. Channel settingga kirib botni admin qilamiz. Masalan, bironta postni forward shaklda yana shu botga yuboramiz. Forward shaklda yuborilgan. Mana qo'shildi. Ro'yxatni bossak, ommaviy zaявка kanal. Endi keyingilarni xuddi shu shaklda yuriladi. Bu ixtiyoriy havolalar, ya'ni ixtiyoriy havolalarga keladigan bo'lsak, havola uchun nom yuboramiz birinchi, masalan, instami, xullas nima deb yozamiz. Keyin ixtiyoriy havolani kiriting deydi. Ya'ni havolamiz bizda https bilan boshlanishi kerak bo'ladi. Mana shu shaklda yozilishi kerak. https instagram.com qilib qo'yamiz. Xullas shu shaklda yuborib qo'yamiz. Bu ham mana bu yerda kanallardan chiqib ketibmiz. Demak, bu ham kanallar, majburiy obunalar. Mana bu ro'yxatda ixtiyoriy bo'lib chiqib turadi. Bu oxirgisi ommaviy guruhlar, ya'ni bosib ommaviy guruh userini yuboriladi, bunda forward qilinmaydi. Keyingi bo'limimiz statistika bo'limi. Statistika ma'lumot uzatish tezligi, botdagi jami foydalanuvchilar, bugun qo'shilganlar, shu oyda qo'shilganlar, botdan bloklanganlar va jami yechilgan pullar. Ya'ni bot ishga tushgandan beri jami yechilgan pullar hozir bitta xatolik bo'lib 5 ming so'm turibdi, lekin bitta 0 so'm bo'lishi kerak. Keyingisi kron sozlamalar, ya'ni kron sozlamalari nima uchun kerak deydigan bo'lsanglar, xabar yuborish, kronli xabar yuborish bo'lgani uchun bu kron sozlamalar bizda xabar yuborish kerak bo'ladi. Demak, bosganimizda bizda mana bunday kron qilish haqidagi video darslik va pochta xabari, ya'ni 1 daqiqa uchun kron qiling deyapti. Mana bu havoni ustiga bosib, demak, kronjob.org degan saytga kirib olamiz. Bundan oldingi kinobot ochishda qanday ro'yxatdan o'tishni o'rgatgandim. Shuning uchun sekin qilib kirib ketaman va kronjobsga o'tib, mana bu yerdagi create kronjobni bosamiz. Titlga bot deb yuboramiz va mana bu URL turgan bo'ladi. Buni o'chirib tashlab, bot bergan havolani qo'yamiz va asosiysi every 15 minutes qo'ygan, ya'ni shuni 1 minut degan botda 1 minut qilib create bosamiz. Mana bizda bot bo'lib kronjob ishga tushdi. Qaytamiz va xabar yuborib turamiz test uchun. Salom deb yuboramiz. Demak, xabar shuncha vaqt yuboriladi deyapti. Endi keyingisi matnlar. Matnlar, ya'ni bu boshlang'ich, ya'ni start bosilgandagi matn va qo'llanma matni. Boshlang'ich matnga bossak, salom deb yuborsak, start bosganimizda bizga mana shu biz yozgan tekst chiqib beradi. Salom. Shu shaklda qo'llanma ham shu shaklda, mana bu qo'llanma uchun tugma shu shaklda yuboriladi. Keyingisi sozlamalar. Sozlamalar, ya'ni taklif puli, referral qancha berilishi, masalan 250 so'm qilamiz. Muvaffaqiyatli o'zgartirildi. Keyingisi minimal pul yetish. Keyingisi valyuta. Valyuta hozir so'm belgilangan, so'm turaveradi. Minimal pul yetish miqdori, ya'ni minimalga qancha pul yetishi mumkin? Masalan 5 ming so'm qilamiz. Masalan, hozir taklif 250 qildik. Mana bu yerda pul ishlashni bosganimizda
Mana xabar yuborishimiz ham ishlab ketibdi. Forward mana barcha foydalanuvchiga yuborildi. Xabar yuborish ishlaydi. Mana shu kron qilinmasa ishlamaydi shu xabar. Masalan, mana shunday bo'ladi. Keyingisi endi sozlamalar pul yetish tizimlari. Ya'ni pul yetish tizimlari foydalanuvchilar yetishi mumkin bo'lgan pul tizimlamasini qo'shmoqchimiz. Masalan, karta yoki tipa shunday qo'shamiz. Yangi tizim qo'shildi. Ya'ni start bosib. Masalan, pul yetishni bosganimizda bizda mana bunday humo bo'lib chiqadi. Hozir tepada shu to'lovchilar mojli emas deb chiqib turadi. Demak, endi pul yechmoqchi bo'lsak, keyingisi pul yechmoqchi bo'lsak, masalan, to'lov kanallari ham hali chiqmayotganda bossak endi to'lovlar tarixi deb mana bu kanal bizda chiqadi. Endi demak, pul yechmoqchi bo'lsak tanlaymiz shuni. Qancha miqdorda pul yechmoqchisiz deydi. Demak, 5000 so'm yechmoqchimiz. karta raqamini yuboramiz. Humo karta 9860. Bula qilamiz. Demak, qancha miqdorda pul yechmoqchisiz deydi. 5000 so'mni yuboramiz va 9860 bula yuboramiz. Pul yechish so'rovi yuborildi. Admin tasdiqlashdan qoldiq mana to'g'risan. Demak, adminga mana bunday tavsiya keladi. Ya'ni miqdori, to'lov turi, to'landini bossa baza kanalimizga yechib olganlik haqidagi xabar yuboradi. Ya'ni foydalanuvchi nomi, qancha miqdorda yechib olgani, hamyon raqami, oxirgi 4 ta raqamni ko'rsatadi. To'lov tizimi qo'ng'iroq pastda botga o'tish deydi. Ya'ni foydalanuvchiga sizning mablag'ingiz to'landi deydi, adminga pul to'landi. Endi demak, foydalanuvchi ya'ni o'zi yechib olgan pul mablag'larni bu yerdan ko'rish mumkin bo'ladi. To'lovlar ya'ni birinchi yechib olgan puli miqdori, kuni, sanasi, nechida yechib olganicha chiqib oladi. Endi yana bo'limlar qoldi. Demak, qayta start qilsak, bizda admin panel ochiladi. Endi xabarnomani ko'rdik, pul yechish tizimlarini ko'rdik. Demak, bo'limlarni ko'rib chiqdik. Demak, bizda buguncha shular edi. Sizlar bilan Digisent jamoasi bo'ldi. Kanalga obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin.